Matbuot anjumanimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Ikkinchi qismda Sevinch jamoasi bosh murabbiyi Botir aka Qodirqulov hamda futbolchi Nilufar Qudratovalar bilan davom etamiz. Dastlab savollarga o'tishdan avval jamoani tayyorgarligi hamda kayfiyati haqida ozgina gapirib o'tsangiz. Marhamat Botir aka. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Jamoamiz yaxshi kayfiyatda, tayyorgarligimiz yaxshi. Xudo xolasa traditsiyani saqlab qolishga harakat qilamiz. O'tgan yilgi natijadan bu yil ham yaxshiroq natija ko'rsatish. Nafaqat bu Super Kubok, chempionat o'yinlari, xalqaro o'yinlarda, Osiyo Liga chempionatida maqsadimiz o'tgan yilgidan yaxshiroq harakat qilish. Rahmat. Nilufar. Assalomu alaykum hammaga. Jamoamiz bo'lajak o'yinga tayyor deb o'ylayman. Kayfiyati ham a'lo darajada. O'yin keladigan bo'lsak, Sevinch jamoasini murabbiyimiz aytganlaridek juda yaxshi an'anaga ega jamoa. Bu maqsadimiz shu an'anani chiroyli mazmunli davom ettirish. Rahmat. Marhamat, savol-javob qismiga o'tamiz. Savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. O'yin oldidan jamoaga omad tilaymiz. Yil boshida Sevinch jamoasining moliyaviy ahvoli yomonligi haqida eshitgandik va shu fonida jamoani yopirish haqidagi fikrlar ham tug'ilgandi. Xo'sh, bugungi kunda jamoaning moliyaviy ahvoli qanday? Avvalambor omad uchun rahmat. To'g'ri savol berdingiz. Bu nafaqat Sevinch jamoasida emas, butun O'zbekistonda hozir jamoalarimiz shu masalada biz bilan o'yindan oldin rahbariyatimiz kelib uchrashib, hamma narsasi yaxshi bo'lishini harakat qilishyapti. Bizda hozir o'zi yo'lga tushyapti. Boshida muammolar bo'ldi, yo'q demaymiz bu narsani. Hozir asta-asta yechim topilyapti. Shu masalada rahbariyatimiz uchrashib biz bilan hamma narsa shu joy-joyiga tushishini va'da berishib, qizlarni xursand qilib, kayfiyatini ko'tarib o'yinga tayyor bo'lib keldik. Jamoa ikkinchi turda o'z maydonida Bunyodkor bilan o'ynadi. Bunyodkor jamoasi o'tgan yilga nisbatan ancha kuchsizlanib deyishimiz mumkin, sababi yoshlar bilan o'ynayapti bu yil. Lekin jamoa o'tgan yili Bunyodkorni safarda 3-0 hisobda mag'lubiyatga uchratgandi, lekin bu o'yinda nisbatan qiynalgandek bo'ldi. Sababi Bunyodkor futbolchilari bilan o'yin davomida bir necha marta harbiy vaziyatlarga ega bo'lishdi. Nima deb o'ylaysiz? Qandaydir bir mensimaslik holati bo'lmagan shu o'yinda? Endi Sevinch jamoasi bilan hamma jamoa yaxshi tayyorgarlik ko'radi, nastroy qiladi. Bilmadim, balkim bizda ham o'yinchilarimizga balkim ayrimlarda bo'lgandir shunaqa oson yutuq. Chunki o'zi yoshlar bilan yaxshi jamoa yig'ilgan, naborot Bunyodkor jamoasi yoqdi menga, yaxshi va umidli yosh qizlarimiz, kelajagi porloq qizlar yig'ilgan. Ular ishtiyoqi balandroq Sevinch jamoasi bilan o'ynash, mana shunaqa yaxshi futbolchilarga qarshi ularda 2 barobar menimcha uyg'onadi. Menga yoqdi, chem o'tgan yilgidan ko'ra komandaning tayyorgarligi, ishtiyoqi bu yil yaxshiroq menimcha Bunyodkor ham o'zini ko'rsatadi. Ancha jamoalar qarshilik yaxshi. Shu savolingizga javob berasiz. Bunyodkor yomon jamoa deya olmayman, chunki ko'p o'yinchilari U20 terma jamoasida o'ynashadi. Juda yaxshi o'yinchilar bor ichida. Murabbiyimiz aytganlaridek, yosh, ishtiyoq baland o'yinchilar. Endi baribir ham chempionatning boshi, hammada har xil tayyorgarlik bo'ladi. Shunga ham balki endi Sevinch jamoasini ko'pga urishiga hamma o'rganib qolgan. Futbol hamma narsa bo'ladi. Rahmat, yana savollarmi? Savollar bo'lmasa, matbuot anjumanimizni yakunlaymiz. Ertangi uchrashuvga jamoaga omad tilaymiz. Eslatib o'tamiz, ertaga uchrashuv Do'stlik stadionida soat 16:00 da start oladi. Tashrif uchun rahmat. Rahmat kattakon. Olib ketdim savolni.